Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugungi sotuvga chiqqan joyimiz ko'rib turganlaringizning Mir Cafe yonida bo'ladi. Birimiz Xorazm Palas bo'ladi. Doğrumuzda esa Dekkan bozor bo'ladi. Yine ko'rib turganlaringizning hurmatli yurtdoshlar. Bu yanımız Medin Institut bo'ladi. Yine ko'rib turganlaringizning. Yerimiz Medin Institut, Xorazm Palas, Giper, Dekkan bozor, Mir Cafe. Şöhremizde 4 etajlı doğumumuzun birinci etajında 4 xanalı doğru girib yaşayan barcha cihazları bilan satıb açıqdı kvartiramız. Esa joyimizning ichki qismi bilan tanishib chiqamiz. Ketdik esa hurmatli yurtdoshlar. Hurmatli yurtdoshlar, birinchi qavatimizga yetib keldik. Ko'rib turganlaringizdek, shu xonadonimiz bo'ladi. Eshiklarimiz yaxshi, sifatli, rossiyskiy demir eshiklardan bo'ladi. Bismillah deb xonadonimizga giramiz. Girganimiz yine şunun görünüşte giyin tushgan ekan. Bu yanımızda ise bir hoşga etib, ajoyib etib zetik qo'yibdi ekanlar. Eshiklarimiz ko'rib turganlaringizdek taxta eshik bo'ladi. Esa o'ng tarafimizdan boshlaydigan bo'lsak, zalimiz. Zalimizdan başlaymiz. Yine zalimizni ko'rib turganlaringizdek chiroyli etib zetik qo'yibdi ekanlar. Ya'ni giyin ekan, bir ajoyib etib mehmon kutadigan zal ekan desak ham bo'ladi. Yine ko'rib turganlaringizdek akkuratni fonda turibdi joyimiz. Oyoq teylarimiz gilamlar tasalgan, mebellar qo'yilgan, stol. Bu yanimizda televizor, perdeler ham asılgan ekan. Hamma joyi akfa ayna reshotka qilingan. Aytib o'taylik shuni. Hamma yeri reshotka qilingan akfa aynadan. Yine ko'rib turganlaringizdek. Bu yerda navo ko'rib turgan bo'lsangizda, hurmatli yurtdoshlar, hamma narsa qoladi. Ya'ni shu narsalar ham qoladi. Pasudas ham qoladi, kosa, choynak, hamma narsa qoladi. Hech narsa olinmaydi ekan. Gimbashlarni olib chiqib ketadi ekanlar. Bu yanimiz esa spannimiz bo'ladi. Spannimiz ham yine taxta eshik, ajoyib. Yine bu yerimiz ham akkuratni fonda turibdi. Yine ko'rib turganlaringizdek, ya'ni bardak olib yotgani yo'q. Akfa ayna reshotka qilingan hamma joyi. Joyimiz sifatli. Kvadrat ham 90 kvadrat. Hurmatli yurtdoshlar, kichkina emas, katta 4 xonali bo'ladi. Yine 4 xona so'rab yuradingizlar. Ajoyib mestasini ham gap bo'lishi mumkin emas. Bu mebellarimiz ham hamma narsasi qoladi bu yerda. Bular ham hamma narsa. Hech narsa olinmaydi hurmatli yurtdoshlar. Shu narsaga e'tibor qilamiz. Hamma narsa hozirgi kunda pul. Hamma narsasi qoladi. Yine ko'rib turganlaringizdek ajoyib. Bular ham qoladi. Doğrumuzda esa chiqqanimizning yine birine pirxoshkasini ishlatib, bej qo'yib, taxlab zet qo'yibdi ekanlar. Yine eshikdan girishimiz. Bu yanımız kichkina bir детский komnata bo'ladi. Ya'ni bolalar yotoqxonasi etib zet qo'ysak ham bo'ladi. Hozirda birimizni shuni aytib, choy ichadan aytib zet qo'yibdi ekanlar bular. Keyinchalik o'zlaringiz planlarınızı o'zgartiraverasizlar. Yine akfa ayna reshotka qilingan. Bu narsalarimiz ham qoladi hurmatli yurtdoshlar. Bu yerda xolodilnikimiz bor. Ikkisi ham ishlab turibdi, yangi. Bu xolodilnik ham qoladi hurmatli yurtdoshlar. Yine ko'rib turganlaringizdek gap bo'lishi mumkin emas. Joyimizda ajoyib. Eshiklarimiz aytib o'tganimizdek taxta sifatli yaxshi eshiklardan. Yine akkuratni turibdi. Bu xonamiz ham esa детский spani yoki kattalarning spanisi desak ham bo'ladi. Ajoyib, kichkina emas. Yine keng tushgan. O'zlaringiz akkuratni qilib keyinchalik zetasini olgandan keyin aluvchilara, ya'ni nasib qilsin. Mening joylar kamdan kam chiqadi. 4 xonali birinchi qavatda ajoyib. Podval ham bor, bog' ham bor. Bu yerni aytib o'tdi, hamma narsasini. Bu yon tarafdan, orqa tarafdan bog'i bor hurmatli yurtdoshlar. Bog'ida hamma narsalar kirib turibdi, erik, meva, hamma narsalar bor. Gap qisqasi. Yine ko'rib turganlaringizdek. Tuvalet vannasi alohida joylashgan. Birimiz tualetimiz bo'ladi. Yine imtiyozlar ham yangi. Ko'rib turibsiz, akkuratni. Oyoq teylari kafel qilingan. Eshiklarimiz taxta eshik birimiz. Bu yanimiz esa vannamiz bo'ladi. Vannamiz ham yine ko'rib turganlaringizdek ajoyib.
kafeyle dapataloqadan qilingan yine yangi ajoyib görünüşte. Beyanımız kuxnimiz bo'ladi. Kuxnimizda ham aboydan chiqib turibdi ekan, ajoyib bo'lib. Ko'rib turganlaringizning kuxnimi billa, itishkalaba gaz plitalarimiz, hamma narsasi qoladi. Kirmashin, qoladi kirmashinimiz ham LG. Yine beyanımız ham yine ko'rib turganlaringizning reshotka, akfa, ayna hamma yeri aytib o'tganimizning. Joyimizning narxına keladigan bo'lsak, hurmatli yurtdoshlar, 90 kvadrat narxına keladigan bo'lsak, narxi 560 million deb turibdilar. Zudlik bilan sotiladi. 560 million kelishib beriladi albatta. Joyimiz yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Obuna bo'lmagan bo'lsangizlar, shunning joy 4 kanali so'rab yurgan donish bilishlari yiverib qo'yinglar. Meni joylar kamdan kam chiqadi. Domimiz ham eski ko'na dom emas, normalniy, akkuratniy dom, kirpishniy dom bo'ladi. Her narsani e'tibor qilinglar. Mana plus podvalam bor. Shuni ham aytib o'taylik, podvali o'zinikilik kilitli. Esa hurmatli yurtdoshlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.